Savollar juda ham ko'p va albatta dastlab e'tirof etishim kerak, ustozimiz Maksimum o'quv markazi rahbari va respublika bo'yicha ko'plab oliy ta'lim dargohlarida o'quvchilari eng top natijalarni qo'lga kiritgan o'quvchilar hisoblanadi. Ikkita akamiz shu o'qib bilmagan bo'lsalar ham ona otam tomonidan menga nisbatan juda yaxshi o'tib berilgan. Endi bu ko'rsatuvda men hech qachon intervyu bergan odam emasman. Shuning uchun ham ochiq aytyapman mulohazada. Ko'p kishi bilmasa kerak, o'quvchilarimizdan boshqa. Karantin paytida 9 kishi 9 ball olib respublikada birinchi o'rinni olgan o'zimiz markazda. Men o'zim qilgan xatolarimni bolalarga aytishni hech qachon qo'rqmaganman. Bu ularga qanaqadir maslahat berish yoki ulardan aqlli bo'lish emas. Men qilgan xatolarni sizlar qilmanglar deb shuni